may xotira va qadrlash kuni soat ertalabki 9:00 Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Vodiy tantanalar saroyi. Ayni manzilda ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Uchko'prik tuman kengashi tomonidan tadbir tashkil etildi. Bugun ta'lim fan xodimlari kasaba uyushmasi Uchko'prik tumani maktab va medik ta'lim bo'limi tuman hokimligi bilan hamkorlikda ta'lim tizimida ishlab nafaqada o'tirgan faxriy ustozlarni bugun mana shu Vodiy to'yxonasida bayram dasturxoniga taklif qildik. Bu bayram dasturxoniga 300 dan ortiq faxriy ustozlarimiz kelishdi. Barcha Uchko'prik tumanidagi faxriy ustozlarni yana samimiy ta'lim fan xodimlari kasaba uyushmasi Uchko'prik tuman kengashi nomidan tabriklayman. Inson aziz xotira muqaddas deb nomlangan tadbirga asosan ta'lim sohasida faoliyat yuritgan va hozirda nafaqada bo'lgan faxriy ustozlar hamda faol pedagoglar taklif etildi. Faxriy ustozlar uchun bayram dasturxonlari tuzaldi. Tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan esa diltortar taronalar ijro etildi. Maydalar, kecha tunda yomg'ir yog'di maydalar. Unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zingga qarab, chiroyingga seni bo'lgan edim mas. Tadbirning asosiy qismi 3 avlod uchrashuvi bilan davom etdi. Unda Uchko'prik tuman hokimi so'z olar ekan, ustoz shogird an'analarini yanada mustahkamlab, o'z faoliyatini namunali darajada olib borayotgan aynan 3 avlod egalariga minnatdorchilik bildirdi. Nuroniylarimizni e'zozlash bu bizda bir xalqimizda ajoyib bir qadriyat hisoblanadi. Mana shunday 3 avlod uchrashuvini tashkil qilgan tashkilotchilarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababiki mana shunday nuroniy ustozlar bilan uchrashib turar ekanmiz, bitta bir qadriyatimiz yo'qolmayapti, tarix yo'qolmayapti. Hammalaringni mana shu 9-may xotira va qadrlash bayrami bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shundan so'ng barcha tadbir ishtirokchilariga ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Uchko'prik tuman bo'limi, Uchko'prik tuman hokimligi, tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tomonidan tayyorlangan sovg'alar tarqatildi. Shuningdek, ustoz va murabbiylarga faxr ulashish maqsadida turli fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan o'quvchilar ham munosib rag'batlantirildi. Firuza Jumaboyeva, Furqat Mullayev, Vaqt informatsion dasturi uchun.